Alaykum, kanalimizga a'zolari, xudo xohlasa mana yana Jizzaxdamiz, Zominda. Xudo xohlasa mana shu endi suvlarni o'rnatib, suvlarni yopib beramiz. Bu ham o'ta o'zgacha bo'layapti. Xudo xohlasa bu ikkinchi kun. Eni 4,5, uzunligi 12 metr bo'layapti. 3 ta so'rimiz tushadi. Xudo xohlasa mana kechaylar so'rilarimiz bizni dam olish maskani ekan bu. Endi bu tomonni chiroyli qilib beryapmiz. Tagida mo'minlarimiz bo'ladi, bemalol qochib ko'rasizlar. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha qilib beramiz. Bu kottejni oldida ham resetkamiz bor, suti yopiq. Mana shu so'rimiz mana. Xudo xohlasa mana dam oluvchilar ham o'tirishibdi. Taxtalari ham zamo'li bo'ldi, chiroyli. Ko'rasizlar, ularni bo'lib olib berasizlar. Ertaga Xudo xohlasa yopib borsak, to'liq syomkasini tashlaymiz. Sizlarning xizmatlaringdamiz.